Mana yo'qotgan chiqib keldi. Kerak ekan. Markaziy Osiyo iqtisodiy hamjamiyati tuzilganligi samara bermaydi va ustun oqlamaganligi sababli 2003-yildan boshlab faoliyatini to'xtata boshlaydi. Shu yilda Markaziy Osiyo integratsiyani rivojlantirish Toshkentga endi shunday kirganda 100 ta aniqlash kamera davomat olay deb 100 ta aniqlash o'zimizga kerak kamera Past isimlarimizda Markaziy Osiyodagi davlatdan O'zbekistonga 30 nafar Batin Turkmancha Savol beraylik. Savol beraylik. Turkmaniston poytaxti. Yozilgan ekan, dastur bo'lsa bo'ladi. Savol yo'q ona spesifiy savol berasiz. savol Ashxabod O'zingiz ayting. Aşağıdan sebepler içinde 1991 yıl 9. sentyabrda Kayseri'de tutsal oldu. Neresi? Tacikistan. Bir değerli yapı üniversitesi öğretim hakkında eğitimciye getiriyor mu? Tamam öğrenciler.
Markaziy Osiyo davlatlari beshta hisoblanadi. So'nggi yilda barchasi mustaqil bo'lgan, nisbatan ajralib chiqqan davlatlar. Bu davlatlar ichida eng yirik Qozog'iston hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda hudud bo'yicha, ikkinchi o'rinda Turkman va O'zbekiston kiradi. Iqtisod bo'yicha ham Qozog'iston yetakchi. Hozir 290 milliard dollardan oshiq mablag' Qozog'iston hisobiga to'g'ri keladi. Ikkinchi o'rinda O'zbekiston 113 milliard dollar hozirgi kunda. Uchinchi o'rinda Turkmaniston 82 milliard dollar turadi. Mablag'. Ular iqtisod bo'yicha bir-biri bilan integratsiya, ya'ni bog'liq hisoblanadi. Asosan O'zbekiston va Qozog'iston mana chegarada boshqana bo'yicha kam bo'ladi. O'zbekiston bug'doy va oziq-ovqat mahsulotlarini Qozog'istondan sotib oladi. Katta qismini, go'sht mahsulotini ham shunday hisoblanadi. Keyin meva mahsulotlarini bahorda qozoqlar O'zbekistondan sotib oladi. Markaziy Osiyoda bir nechta tillar mavjud. Bular asosan 5 davlatda 5 ta til va O'zbekiston hududida Qoraqalpog'istonda, keyin Qozoq hududida rus, uyg'ur, koreys, qirg'iz tillari mavjud. Qozog'iston qolgan hududlar tillariga ikkinchi qaysidir. Qozog'iston ikkinchi til rus tili, uchinchi til uyg'ur tili hisoblanadi Qozog'istonda. Markaziy Osiyoda tortishuv hudud bo'lgan asosiy hudud bu Farg'ona vodiysi hisoblanadi, chunki u yerda iqlimi zo'r, keyin aholisi ham juda zich joylashgan hudud hisoblanadi. Farg'ona vodiysi. Aholi zich, tabiat ham yaxshi. Asosan markaziy Farg'ona vodiysida o'zbeklar yashaydi. O'zbeklar, keyin qirg'iz va tojik ham bu hududga tavof qiladi. Ya'ni SSR bo'lib tashlangan paytda asosan o'zbeklarni qisqartirish maqsadida Tojikiston va Qirg'izistonga bo'lib beradi. Masalan, O'sh hududi o'zbeklarni qirg'izlarga o'tkazib beradi. Keyin Xo'jandni Tojikiston oladi. Qisqartirish maqsadida boshqarish maqsadida asosan masalan ushlab turib mustaqillikka harakat qilmaslik maqsadida asosan masalan Farg'ona vodiysi aholisi ko'p o'zbek hisoblanadi. Mustaqillikka harakat qilmaslik uchun. Keyin iqtisodiyotga keladigan bo'lsak, masalan Qozog'iston neftni katta miqdorda eksport qiladi, asosan Yevropa mamlakatlariga. Turkmaniston ham jahonda gaz bo'yicha 4-o'rinda turadi va katta miqdorda Xitoyga, Yevropa davlatlariga sotadi. O'zbekistonda asosan oltin, paxta eksport qiladi. Tojikistonda alyuminiy, tuz shu mahsulotlar sotiladi. Keyin tog' bo'ldimi? Turkmaniston gurgut tekin hozirgacha, keyin gaz tekin emas. Ma'lum nuqtada hozir oldin tekin bo'lgan, hozir chiroq. Markaziy Osiyoda biz barcha deyarli barcha davlatlar bo'ldi. Savol berayotganimiz degan. Nima taklif qilib bitta zo'rdan ko'rib turgan. Oqbek siyosatdormi? Siyosat gapirishgan. Semipalatinsk shahri qayerda joylashgan, unda qanaqa hujjat imzolangan? Semipalatinsk savol deysiz. Qozog'istonmi? Qozog'iston. Qanaqa shartnoma imzolangan? Bilmadim. Markaziy Osiyoda yadro qurollardan qo'rqitish haqida.
Markada. O'zbekistonlik talabalar Qirg'izistonga olishga yuborilgan. Dastlabkisimi? Uni bildim. Bildim. O'sha 200 nafar emas, 2000 nafar bo'ladi. 2000 nafar. Savollar. Bo'lsa. Hozirgi menda mavjud emasmi? Bunday xabarlar ham yo'q. Mavjud. Endi davlat Hozirgida mavjudmi, mavjud. Gruziya 2008da chiqib ketgan, Ukraina 14da chiqib ketgan. O'tgan yil Ustoz bu o'rnagan. Ustoz darsga chiqdi. Bu dars daftarini ko'rsataman. Sizni darsingizni kelyapti ustoz. bo'l. Yakik. Şahane bir